Uyga qaytib ketaman deyapti. Mana 40 ming tanga beryapman akamizga. Alloh razı olsun. Akamiz veligini yo'qotib qo'ygan ekan. Veligingizni qayerda yo'qotib qo'ydingiz aka? Asarxon vokzalida. Butun mana qozog'istonlik do'stlarimizga padishka so'rayapti. O'zi iltimos qilib video qo'yib ber dedi. Kaspiyim yo'q ekan, o'shaning uchun mana men o'zimni Kaspiyimni beryapman mana do'stlar. Bitta o'qib bering-da mana shu odamlarga. 8 778 326 92 33 Babur. Velik ko'rgani bordik. Veligingiz nech pul ekan? 80 ming tanga. 80 ming tanga. Akamizni mana 80 ming tanga xullas yig'ib berishimiz kerak. 40 ming tanga yana kerak ekan. 40 ming tanga. Xudo xolasa Astraxandan Makkagacha xudo xolasa minib ketamiz. Hozir peshkom ketib boryapti meni orqamdan. O'sha qiynalyapti, o'shaning uchun bu videoni hammaga tarqataylik do'stlar. Kimni qo'lidan kelsa 500 tanga, 1000 tanga qilib yig'ib beraylik shu akaga ertaga velikda yetolmayapti meni orqamdan. Veligingizni qanday yo'qotib qo'ydingiz? Velikda Asarxonning nesinde asxonasida. Singamlar olib ketdi. Orqasiga qo'ygansizda, to'g'rimi? Orqasiga qo'ygan. Mayli, tarqatamiz. Maksimal darajada tarqataylik do'stlar.